Assalomu alaykum qadrli tinglovchi. Avval men sizlarga ma'lum bir muddat ichida audio hikoya chiqarmasligimni aytib o'tgan edim. Ammo yaqinda shunday bir voqelik yuz berdiki, bu narsani sizlarni ogohlantirmasam bo'lmasdi. Yaqin orada bir qarindoshim kasalxonaga tushib qolgan ekan. Uni ko'rgani borganimda shifokorlar aytishdiki, qattiq qo'rqish oqibatida yuragi jiddiy zarar ko'rgan. Yoniga kirganimda tanib bo'lmas holda yotardi. Undan nima bo'lganini so'raganimda esa dahshatdan qotib qoldim. Keling, yaxshisi bo'lib o'tgan voqelikni qarindoshimning o'zidan eshitsak. Mana, militsiya xodimi bo'lib ishga kirganimga ham deyarli yarim yil bo'ladi. Lekin shu paytgacha biror bir qiziqroq jinoiy ish yoki qotillik, xullas jumboqli ish sodir bo'lgani yo'q. Nuqul mahalla ayollarining janjali yuzasidan tushuntirish ishlari. Ochig'i men jinoiy ishlar bo'limiga kirganimda xuddiki kinolardagidek g'aroyib eksperimentlar, jumboqli qotilliklar va yana shunga o'xshash g'aroyib hodisalarni fosh qilishga ishtiyoqim bor edi. Ammo anglab yetdimki, Sherlock Holmes faqatgina kinolardagina bor ekan xolos. Odatiy kunlarning biri. Kechki navbatchilikda 2 kishi, men va hamkasbim Sanjar. Odatda Sanjar anchayin qo'rqoq va juda ham ishonuvchan. Unga kechasi juda ham ko'p dahshatli qotilliklar haqida aytib berib, qo'rqitish menga juda ham maroqli mashg'ulot. Shunda u mendan nima uchundir ancha yillar oldin yopilib ketgan shahar chetidagi qabriston haqida so'rab qoldi. Sanjar so'ragan qabriston haqida turli xil bo'xton va mishmishlar aylanib yuradi. Mana, qo'rqitishga mavzu ham topildi deya, u qabriston haqida eng dahshatli eshitgan voqealiklarimni aytib berdim. Ochig'i bu voqealiklarni bo'lib o'tgan yoki bo'lmaganligi men uchun unchalik qiziq emas. Eng muhimi hozir Sanjarni qo'rqitib, ustidan kulish maroqliroq. Bu qabriston bilan eng so'nggi hodisa 5 yil avval qabristonda ishlayotgan 2 kishi, aniqrog'i kafel ustalari g'oyibona tarzda yo'qolib qolishgan. Odamlarning aytishiga qaraganda bu qabristonda parallel olamga o'tadigan tuynuk mavjud. Shu tuynukdan ba'zi mahluqlar kelib, qabristonda tunagan yoki yurganlarni yarim tunda o'z olamiga olib ketishar ekan. Shunaqangi voqealiklardan, mishmishlardan keyin qabristonga qarg'ish tekkandek yopib tashlandi. Yaqin orada yana bir inson shu tarzda qabriston yonida kechasi g'oyibona yo'qolgan, deya Sanjar bir papkani meni oldimga tashladi. Mana buni haqiqiy bosh qotirma desa bo'ladi. Demak, endi navbat detektivlardek ishni sinchiklab o'rganib chiqishga. Papkani ustidagi familiyasi tanish ko'rindi. Aniqrog'i 8 yoshda yo'qolib qolgan akamning ismi Sharif edi. Ikkalamizning familiyamiz bir xil. Axir qanaqasiga shunchalik ham o'xshashlik bo'lishi mumkinmi? Papkani ochib ichini tekshirib chiqdim. Ota-onasi noma'lum, hattoki pasporti ham yo'q. Ko'cha bezorilardan ekan. Ko'p bora turli tuman ayblovlar bilan militsiya xodimlarining qo'liga tushgan. Bu inson haqida ism sharfidan boshqa tuzukroq, mukammalroq ma'lumot ham yo'q. Balki bu chindan ham mening akamdir. Akam bo'lsa yana shu qabristonga yashiringan bo'lishi mumkin. Darhol qabristonni ko'zdan kechirib, bu insonni topish kerak yoki tuzukroq bir asosli ma'lumot topish zarur. Bu fikrimni Sanjarga aytganimda ma'qullamadi. Bo'ldi, topdim. Navbatchilikdan tashqarida Nodirning o'rniga bir hafta turib berganman. Qolaversa u ham shunaqangi arvohlar, mahluqlar haqidagi ma'lumotlarga juda ham qiziqadi. Nodirga telefon qilishim bilan darrov rozi bo'ldi. Xizmat mashinasida to'pponchalarni kiyimimizga qadab olgancha to'g'ri shaharning eng chetki qismlaridan biridagi qabriston tomon yo'l oldik. Soat kechki 11:00. Ikkalamizda ham g'aroyib qiziqish mavjuriyapti. Ochig'i xuddiki tilla axtaruvchilari singari shoshgancha qabristonga oshiqyapmiz.
shunaqangi aniqlanmagan maxluqlar bo'lsa, bu maxluq tanasi to'liq qora yung bilan qoplangan, boshi odamnikidan sal kattaroq, ammo o'tkir tishlari bo'rtib chiqqan, bo'yi 2,5 metr atrofida keladi va yana ikkita barmog'ida uzun tirnoqlari bor edi. U menga qarata dahshatli na'ra tortdi. Men jon holatda unga qarata o'g'uza boshladim, ammo bari befoyda. U ustalik bilan u yoqdan bu yoqqa sakrardi. Men darrov qochish uchun taraddudlandim, ammo Nodir dahshatdan qotib qolgan. Uni qo'ldan tortqilab yugura boshladim. U ham o'ziga kelib jon holatda qamishlar oralab yugurdi. Ammo haligi maxluq bizni hali hanuz ortimizdan ta'qib qilardi. Nodir biroz orqada qolib ketdi. To'satdan uning qadam tovushlari eshitilmay qoldi. Sekin to'xtagan edim, maxluq ham ta'qibni to'xtatganini tushundim. Atrofga qaradim. Nodir yo'q. Shunda Nodirning dahshatli qichqirig'i eshitildi. U tomonga yugurdim. Nodirning oyog'idan ushlab olgan haligi maxluq sudrab ketardi. U maxluqqa qarata o'q uzdim. Maxluq ingilagan yerga yiqildi. Yana allaqayerdandir shunaqangi maxluqlar paydo bo'lib Nodirni tortqilay boshladi. Meni ortimda ham o'sha maxluq turganini sezdim. Darhol ortimga qaradim, o'q uzdim. U orada Nodirning ovozi ham eshitilmay qoldi. Unga nima bo'ldi men bilmayman, ammo men tirikman. Men yashashim kerak. Yana qabristondan chiqish maqsadida yugurdim. Men ham maxluqlar ta'qib qila boshladi. Negadir ular men bilan quvlashmachoq o'ynashayotgandek yonimdan shiddat bilan o'tib ketar, lekin ushlab olmasdi. Ta'qibni ham to'xtatmasdi. Men shoshganimdan yiqilib tushdim. Boshim archaga urildi. Qo'l oyog'imdan mador ketdi, lekin yashab qolish instinkti meni oyoqqa turg'izdi. Avtomat yoritgichini o'chirib archaga tirmashib chiqib oldim. Bir zumda maxluqlar yetib kelishdi. Ular archani atrofini aylanishardi. Men esa yuragim ovozi o'zimga eshitilardi. Baqirib yubormaslik uchun og'zimni qattiq yopib olgan edim. Ikki tirnoqli maxluqlar esa iskovuch itlar singari atrofni yaxshilab sinchiklab kuzatishardi va nihoyat yana qaysidir tomondan shitirlash eshitildi. Maxluqlar darhol o'sha tomonga yugurib ketdi. Vaziyatdan unumli foydalanish maqsadida archa ustida turib atrofni kuzata boshladim. Bu kiraverishdagi birinchi archa ekan. Fanar to'g'risida anchayin uzoqda bo'lgan mashinamizni ham ko'rdim. Archadan tushib darhol mashina tomon yugurdim. Mashinaga minganimda oynasida qizil kraska bilan "Qayoqqa shoshayapsan" degan yozuvni ko'rdim. Mashinam negadir birdan o't olavermadi. Oyna yonida qanaqangidir siluet turganini sezdim va darhol o'sha tomonga o'girilib qaradim. Qo'rquvdan butun tanam muzlab ketdi. Haligi maxluq engashgan holda derazadan menga kulib turardi. Ha, u aniq kulayotgan edi. Ko'zlari qisilgan, og'zi esa juda ham katta ochgancha menga qarab kulardi. Va nihoyat mashina ham o't oldi. Bor kuchim bilan pedalni bosdim. Mashina shiddat bilan harakatga keldi. Haligi maxluq endilikda bir sakrashda mashina oldiga chiqib oldi. Men bu vaziyatni qulay bildim. Maxluqni mashina bilan urib ketaman deb o'yladim. Ammo vaziyat men baholagandek bo'lib chiqmadi. Mashina maxluqqa urilganda xuddi daraxtga urilgandek ag'darilib tushdi. Shu yerda hushimdan ayrildim. O'zimga kelsam, ko'rib turganingdek kasalxonada yotibman. Nodirni esa hali hanuz o'sha hududdan qidirishmoqda. Ammo qabristondan na maxluqning jasadi, na suyaklari topilgan. Hurmatli tinglovchi, aslo yarim tunda ustiga ustak qarg'ish tekkan qabristonga bora ko'rmang.